Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar. Mening ismim Qاسىمجان Aysa. Men G'ulja Qo'rg'as noya Chinsxo'z bozoridan. Men 2013-yilning oyida Misrga o'qish uchun chiqqan edim. Va mushu o'qish jarayonida meningki chet elga ketganligim sababli mening urug' tuqqanlarim, qarindoshlarim, el-og'illarim turmaga qamaldi. Ve şu vaka ve şu siyasetin ensirep ben 2017-yili Türkiye'ye qaytib geldim. Ben Türkiye'ye qaytib kelgenden keyin meningki dadam ve mening inillerimden yani hükümet özü yol koyup Saudiyaga o'qishga chiqargan inim Abdurrahman Aysa ve onun akisi ئەيسانىڭ ve onundan başka urug' tuqqanlarimning hammasi kampaga solandı. 2017-yili 2. aydan tartib ta hozirgacha hech qanday aloqamiz yo'q. Ulardan hech qanday aloqa qilib boqmadim. İzlerikini tek uqmayman. Şu bütün dünya cemaatçiligiga Xitoyninki gerçi o'zini aqlab biz uni qilmadik, buni qilmadik degan bo'lsa-mu, mening urug' tuqqanlarimning izlerining yo'qligi, men ular bilan hech qanday aloqa qilmaganligim, hech qanday yerdan ularning aloqasini topolmaganligimning o'zi Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishidan iboratdan bu siyosatning ochiq dalilidir. Keng jamoatchilikka men buni oshkorlamoqchi.